Assalomu alaykum hammaga. Anvarjon va Ruxshona aytganlaridek Instagram orqali bir haftalik bepul darslarimizni boshladik. Bugungi mavzularimiz trader kim, broker nima va u bizga nima uchun kerak, forex nima va o'zimiz ishlaydigan brokerdan ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Birinchi mavzuyimiz trader kim? Trader bu moliyaviy bozorlarda olish va sotish bilan shug'ullanuvchi shaxs. Traderlar bir guruh bo'lib kompaniyalarda ishlashlari mumkin yoki bo'lmasa o'zi yakka holda oldi-sotdi amalga oshirishi mumkin. Ikkinchi mavzuyimiz broker nima va u bizga nima uchun kerak? Broker bu trader va moliyaviy bozor o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajarib beruvchi kompaniya deb hisoblasak bo'ladi. Biz to'g'ridan to'g'ri moliyaviy bozorlarga chiqa olmaymiz. Uning uchun bizni balansimizda eng kamida 1 million dollardan boshlangan balans bo'lishi kerak. Shundagina biz to'g'ridan to'g'ri moliyaviy bozorlarga chiqa olamiz. Oldi-sotdi amalga oshira olamiz. Balansimiz 1 million dollardan kam bo'lgan taqdirda bizga brokerlar yordamga keladi. Broker CFD kontrakt shartnoma asosida oldi-sotdini amalga oshirib beradi. Ya'ni kreditni plicho asosida siz balansingizga to'ldirgan summangizni bir necha 100 balki 200 yoki 500 barobar oshirib berib, sizni to'g'ridan to'g'ri moliyaviy bozorlarga olib chiqib, oldi-sotdi qilishingizga yordam beradigan ko'prik hisoblanadi. Uchinchi mavzuyimiz forex, foreign exchange, ya'ni xalqaro valyuta ayirboshlash bozori hisoblanadi. Bu bozor umumiy bozorlar o'rtasidagi eng katta kapitalga va eng katta umumiy aylanma summasiga ega bo'lgan bozor hisoblanadi. Bir kunlik оборотda 7 trillion dollarni tashkil etadi. Forex qanday qilib ishlaydi? Misol uchun yevro-dollar parasini olaylik. Qo'pol qilib tushuntirganda dollarga yevro sotib olasiz yoki aksincha bo'lishi mumkin. Yevroga dollar sotib olasiz. Aynan mana shu tranzaksiyalar forex deyiladi. To'rtinchi mavzuyimiz brokerlar. Biz Exines brokerda ishlaymiz. Hozir sizlarga Exines brokerda demo hisob raqam ochishni ko'rsatib beraman. Nima uchun aynan demo hisob raqam? Chunki bu boshlang'ich darslik hisoblanganligi uchun sizga demo hisob raqam ochishni ko'rsataman. App Store yoki Play Marketdan Exines brokerning prilojeniyasini yuklab olasiz. Siz create account bo'limini tanlaysiz, sababi oldin ro'yxatdan o'tmagansiz. Menda oldin account bo'lganligi uchun sign in bo'limini bosaman. Elektron pochtani kirgizaman. Prilojeniya uchun kod tayyor. Demo hisob raqam ochish uchun create new bo'limini tanlaymiz va demo accountni bosamiz. Bizga eng ma'qul standart account. Bundan tashqari bizda Pro, Raw spread, ya'ni spread kichik va undan tashqari zero akkauntlarimiz mavjud. Standart bo'limini tanlaymiz. Xo'p, currency-ga albatta Amerika dollarini belgilaymiz. Name-ga xohlasangiz nimadir deb yozishingiz mumkin. Va leverage ga o'zingiz xohishingizga qarab belgilaysiz. Maslahat beriladi medium riskda ishlash, ya'ni 1 ga 100 kreditning plicho bilan. MetaTraderga kirish uchun password, ya'ni kod. Marhamat, demo akkauntimiz tayyor. Endi uni depozit qismini bosamiz va o'zimiz xohlaganimizcha poполнение qilsak bo'ladi. Masalan, 10,000 dollar. Demo hisob raqamimizni 10,000 dollarga to'ldirdik. Endi uni MetaTrader 5 ilovasiga ulaymiz. Buning uchun detailsni bosamiz, setting, ya'ni nastroyka bo'limiga o'tamiz. Bizning loginimiz 24164 deb boshlanadi. Serverimiz Exines MT5 Trail. Buni MetaTrader ilovasidan topamiz. Logindan kopiya olamiz va boya yozilgan kodimizni kiritamiz. Marhamat, 10,000 dollarlik demo hisob raqam tayyor. Bugun birinchi darsimiz aynan trading sohasiga kirish bo'lganligi uchun sizga trading sohasiga kirish haqida qisqacha ma'lumot berildi va brokerdan demo hisob raqam ochish bo'yicha ham ma'lumotlar berib o'tildi. Keyingi darslarda shaxsan Anvarjon va Ruxshonaning o'zlari o'tadi va darslar ketma-ketlikda sekin-sekin qiyinlashib boradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan RST Invest kompaniyasi va uning analitiki Eldor bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha